Barselonaning hujum uchligi bor. Realning hujum uchligidan nimasi bilan farq qiladi desa, istalgan avtobusni buza oladi. Barsada. Keyin Barselonani nima uchun men bu triosi haddan tashqari maqtaladi? Manaman desa ham mana 1-0 dan keyin himoyaga e'tibor yana ko'proq bo'ladigan paytda ham Barselonada hayiqish yo'qdi. Baribir unaqasini, bunaqasini juda ko'pchilik bilan borib turib buzoqlaydi. Har qanaqa yotib olmaydimi, boshqa qila olmaydi. Barsani hujum triosining ustunligi shunda deb o'ylayman. Mbappe, Vinicius, ular misol uchun quyi blokni ham buzishda bor-ku, boshqa triolardan farq qiladi, lekin biz ularni ko'proq baribir qarshi hujumlarda, katta hududlar ochilganda, ot bo'lib yuguradigan paytlarda ko'rganmiz-da. Ko'proq shunda, misol Rodrigo ko'proq buzadigandek tuyuladi men nazdimda. Masalan, Toni ko'proq shunaqa paytda o'ynash kerak deb tuyuladi-da, lekin Vini bilan Mbappe ko'proq yuguradigan paytda kirishi mumkin. Vinicius fintlari deyarli ma'lum. Penalti ishlasa ishladi. Shuning uchun juda kam qurolli bo'lib qoladi Real. Barselonada umuman boshqacha. O'sha gol kerakmi? Uramiz. Bo'lmasa, mana oxirgi payt Barselona faqat gol o'tkazib boryapti. Dastlabki daqiqalarda o'tkazib boryapti, lekin ming himoyaga yotib olsa ham raqibi. Shunda agar futbol ko'rmayotgan odam hayron ham bo'ladi. 2 daqiqaning ichida ikkita xabar kelib turibdi-da.